va nihoyat qahva ichish uchun o'zimga chiroylidek sotib oldim. Qo'li qiyshiq zarar kunanda. Endi olib kelgandim bozordan. Bir hafta ko'chaga chiqmaysan. To'g'ri, bu juda yoqimsiz holat, lekin bilarmidingiz, farzandingiz nimadir sindirib qo'yganda yoki boshqa mag'lubiyatga uchraganda, u stressni sizga nisbatan 10 karra og'riqliroq yashab o'tadi. Va bu payt siz qo'llab-quvvatlash o'rniga, bolani ichki qaltirog'ini tinchlantirish o'rniga unga bosim o'tkazsangiz, biling unda surunkali abdorlik hissini rivojlantirayotgan bo'lasiz va sizni bolangizda sog'lom samotsenka shakllanmaydi. Farzandingiz shaxsiyatini sindiruvchi jumlalar ro'yxatini tayyorlab qo'ydim. Bu so'zlarni boshqa ishlatmasligingiz uchun. Kommentariyda stop so'zini qoldiring va men sizga bu ro'yxatni yuboraman.